Assalomu alaykum azizlar. Obunachilar, bizni tomosha qilib turgan, ko'rib turgan aka-ukalar. Xudo xolasa mana yangi obyektimizni ham quyib tugatdik. Bitta joyimiz qoldi. Checha videolar haqi qo'yaylik dedik. Xudo xolasa mana 250 kvadrat joyimiz bor edi, quyib bo'ldik. Bitta joyimiz qoldi, mana ko'rishlaringiz mumkin. Tomga pena quyish xizmati vodiy bo'ylab. Bu quyiladigan mahsulotlarimiz tarkibida suv bo'ladi, gips bo'ladi, sement qo'shamiz, pena, shularni aralashmasi quyiladi. Xudo xolasa quyilgandan keyin mana ko'rishlaringiz mumkin, shunday holatda qoladi. Keyin qattiq bo'lib chiqadi, bu qolanib ketmaydi, boshqa bo'lmaydi. Mana ko'rishlaringiz mumkin, shu joylarda mana yarim soat bo'ldi quyib bo'lganimizga, bemalol ustida yursa bo'ladi. Oxirni ham tugatyapti, xudo xolasa. Ustalarimiz ishlashyapti. Xudo xolasa bo'ldi bu yerda. Shunday shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqib qo'yasizlar.